أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بسم الله الرحمن الرحيم Bu imanniki kitabıdır deydi İmam Bukhari. Yani yukarıda bazı nüshalarda mesela yani kitap de başlamadı yani bed'u yani İmam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim bed'ul vahyi deple başladı. Yani bed'ul vahyi de başlap ya ki kitap binası yok ama bazı bir nüshalarda ondaq bolsa-da köp nüshada İmam Bukhari'ninki öz ağzından anlap yazıb alğan şu nasıxlarınki nemisi de bed'ul vahyi deppa. Onu dekin babun keyfe kâne bed'ul vahyi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dep mındaq deppa. O yerde bir kitap yok. Hem de manada kitap var. Hem de esede bir kitap buluş gerek. Yani o yerde İmam Bukhari bundaq yani nemede kitap koymadı bu onu yüzüge ma'lum. Şundaq bolsa endi bu bizdeki şu dini itiqadimiz yani mümin Müslüman buluş itibarımız bilen en muhim bo'lgan narsa aslida nima bu iman. Yani iman bakmon. Endi imanniki iman deganligini biladigan imanniki qandaq ekanligini, shuningdek İslam, shuningdek ilim, onun başka taharet, namaz, zakat ve onun başka ahlak yani yalgan gap qandaq oldu, mert, rastçıl, samimiy o'z qandaq oldu degan gapni bilishda biz nimaga bog'liq? Vahiyga bog'liq. Vahiyga bog'liq bo'lgan ekan, mundaq chiqib bir etqa vaqtdagi o'zida meni yuqoridagi shu bad'ul vahiy degan bu mavzuniki o'zi Kitabul iman ve onundaki keldigan Kitabul ilim degan bunga muqaddima bo'lishi mumkin. Meni shu e'tibor bilan İmam Bukhari rahmetullohi alayh o'ziniki bu kitobiniki o'zini meni kitob deb qo'ymay babu nima bad'ul vahiy deb boshlagan bo'lishi mumkin. Chunki mushu narsani yani imanni ya İslamni ve onun başka ilim ve namazını bilişimiz nimaga bog'liq? Vahiyga bog'liq. Şu Allah Teala Cibril aleyhissalatu vesselam arqali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürse onu deyip ki biz bunu Müslüman bo'lishga mundaq bo'ldi ekan, İslam dinine itiqad qilishimiz kerak ekan ve iman degan mundaq bo'ldi ekan, namozga mundaq bo'ldi ekan deymiz. Mana bu e'tiborlar go'yo mana shu oldidagi necha kun yoq o'qiyotgan mana shu hadislarniki o'zi yani bablardagi mazmunlarniki o'zi mana hozir o'qimoqchi bo'lgan mana ma babniki o'ziga bir muqaddima yani kir so'zdak cho'q bo'lgan bo'ldi. Endi shunday bo'lsa-mu İmam Bukhari rahmetullohi alayhiniki kitobiniki o'zining 100 kitap yani 100 cho'ng bir har xil mazmunni o'z ichiga olgan bir cho'ng mavzuchi qo'ygan. Uniki tahtida bab yani uning tahtida babki 3900 necha dona. Mushundaq yani nima var? Biz uçağının üzerinde 3400 dona 3918 tane etrafında nima var? Babba yani küçük mazmundaki her tür yani şundaq narsa bor deb dedik. Ondan keyin bu itibarla biz endi muqaddim bo'lsa o bir kitap, birinchi kitap nima qildi? Yuqorida tugadi. Endi biz hozir ikkinchi kitobniki o'ziga keldik. Endi birinchi şu kitobniki o'zida bor 7sini hammasini qarsak bu İmam Bukhari bunun ichiga 6 tane 7sini şu ekipti. Yani 6 tane yoki 7 tane deydi. 7 tane 7si var ekan. Yani şu babniki o'zida ve onun da başka yani bir ayetni yuqoricha ekipti. Yani mushundaq mazmunliq mushtaq qilibdi. Ondan keyin onu Allohniki rahmeti bilan uni tugatgan bo'ldik. Endi Bukhari rahmetulloh Sahih Bukhari'niki mana shu İmam Bukhari berkatgan ikkinchi kitobga yani ikkinchi kitobga nima qildik? Keldik. Yani bu Kitabul iman degan gapniki o'zi bu
Bu yerden Bismillahirrahmanirrahim deb başlaydı. Çünkü ayetlik yukarıdaki bir mezmun tüygəndiki yeni bir iş başlayan boğadık şu Bismillah deb başladık. Hem de Kitabul İman degen, bu imanın kitabıdır. Hem de imanın kitabıdır degen boğadıki Muftay Mehsub'daki haber oldu ya ki bu mubtada olup. Onunki haberi. Yani imanındaki kitabı, imanı alakadar sözleydiği Peygamber sallam nemi dedi? Bunu sözleydiği kitap tövenkilerden ibarettir. Yani dizek uçanın üzerinde haberi nemi boğan buludu, mehsubçu boğan buludu. Yani bu yerde Kitabul İman. Kitabı degen muzaf el iman muzafın iley. Muzafın iley boğandıkın aldı öyle biz hem de bu kitaptaki hemsi lügat mensine burun açtak azraat islamı. Kitap degen nemi? Hem de kitaptaki lügat mensi oldu. Esli ketebe yektubu kitaben ve kitabetten dep açtak geldi. Katip mektup dep. Bu ketebe degen yazdı dep bizim Uygurca'da bu manide. Aslında bu Arap'nınki asli ketebe yektubu degen gapniki aslisi toplandı degen gap. Yani bir narsa bir qancha narsa topladı degen gap. Şu an uruş meydanındaki küçük grupların üzerine küteybe, ketibe dep nima qiladi onga ataydi. Yani bir qancha askar birleşip qolgan, yani kichik hajmidagi nima o askarlar degan shu ma'noda. Asl lug'at ma'nosi zam bilan haj nima? Zam bilan yani jam'i ma'nosida. Yani toplu degan gap. Endi yozdi degan vaqt o'zida asl aqlga muvofiq endi. Yani yozdi degan gap yani arablarniki yozdi degan gapning o'zi bir odam bir narsa yozgan bo'lsa, shu narsaniki o'zi ya o'zi o'ylagan, tafakkur qilgan, yo bir odam gapni anglaganligini o'zi bu odam bir yerga olib va yo'g'on bir varaq yo yozgan narsani ichiga olib juqlidi, yani juqlidi degan gap bo'ldi. Qo'shdi bir-birimizni qo'shib, juqlab, mana bu şey jam'i qilib, mushta qildi degan gap. Yani kitap degan nima? Kitap degan mana shu bir yozuvchiniki bir tarixiy ahvol yoki bir voqea yoki o'ziniki tafakkur, fikr va hissiyoti shuningdek o'zi yashayotgan muhit va xalqlarniki umumiy ahvolida kuzatgan, tajriba qilib olgan va ularni yaxshi yo'lga yetaklayman, buni anglachiman deb o'zi mushundaq bir qancha mazmun va bir qancha narsani o'z ichiga olgan, juğlab, akaga bir juğlangan bir hajmi, yani juğlangan bir narsa degan gap bo'ldi kitobdagi o'zi. Lügat ma'nosi shu. Endi asl kitobniki nimasida men o'limalarımizga xat kitob yozgan odamniki nimasida burunqida kitob deb yozildi, kitob deb yozgan vaqt o'zida, kitob deb atagan vaqt o'zida yo'g'on bir kitob, uning ichida bir qancha men mazmun, bir qancha bat. Yani uningdan kichigina o'char o'zida biz nima deymiz uni? Risola deymiz. Yani 2-3 varaq, 3-4 varaq, 10 necha varaq bo'lsa risola. Uningdan jiqroq bo'lsa 15 varaq, 20 varaq, 30 varaq, 40, 50, 100 mushta bo'lib qolgan bo'lsa, uningdan jiq bu nima bo'lgan bo'ladi? Kitob bo'lgan bo'ladi. Endi keyingi davrning o'zida bizniki islom dunyosidagi o'limalarimiz o'ziniki kitobni ashta kitob deb qo'ysa, buni kitobning umumiy nomisi. Har bir odamning o'ziniki kitob degan kimlik kitobi deb ashu bak muhim, yozuvchi odamning o'zining kitobidagi ismi bak muhim. Palani kitap, Bukuni nomli, Sahih Buxoriy nomli kitap deb ashtacha atilgan gap. Yani onundan ki bunun içinden bir qancha mazmun, hammasi bir o'xshash olmaydi. Bir qancha mazmun va bir qancha tema. Bo'lgandikin har bir mazmun, har bir temani men ayırıp qilish uchun bu yerda andikin o'limalarimiz nima qildi? Uni kitob deb qo'ydi. Chunki bir kitob bir qancha xil nav'i, yani xil mazmun o'chiga olgan bo'ladi. Men buni andikin iymonning kitobi, ilmning kitobi, ilimga ait yani hersi bir-birisiga o'xshamaydi. Tarixning kitobi, ilmniki, namozning kitobi, zakotning kitobi deb men mushtaq qo'ydi. Bu kitobdan keyin anadan bir qancha tema bo'lgan bo'lsa, har xil shu teminiki har birisiga bob deb nima qo'ydigan gap, mana ismchi qo'ydigan gap. Yani bob deb bu da tarmoq shaklida qo'ydigan gap. Qo'ygan bo'lgandan keyin bob degan gapning keyin nemasi yuqorida uni dedik. Bu bob deb qo'yiladi. Endi uningdan keyin agar nima bo'lsa taxminan bobning ichida yana bir qancha xil cho'ng jihatdan bobga chetiladi. Ammo bobning ichidagi bir qancha mazmun bo'lib, bu umumiy jihatdan men kitob degan iymonga aloqador narsa chetilgan gap. Bir-birisi mushtaq bo'lgan gap. Men bu e'tibordan endi bob deb qo'ydi, endi fasl deb qo'yishi bor. Fasl deb qo'yishniki o'zi masalan uçan kitap deb qo'ymay, bob deb qo'ydi. Keyingi o'limalarniki, keyingi yani ba'zi olimlar cho'ng bobning ichida yo'g'on bir
mazmun bo'lib, u kitobning o'rnida mesela İmam Buxoriyniki kitob deb qo'yibdi, ya'ni kitobning bab. Uning tartib fasl bo'ldi endi. Ama işte koyduğun nima var adatda. Şu İmam Buxoriy o'zining kitobini kitob deb qo'yishi shu. Endi bu yerdagi kitobul iman bu muzab. El imanu muzafun ilay. Endi biz kitobni bildik. Buni hech qanday bir adab talash tortish yo'q. Endi buniki muzafun ilay o'g'ini el iman. İman mana biz o'qidik. İzafetniki o'zi ikki xil. Birisi lafzi, birisi ma'naviy bo'ladi deb. Ma'naviyni olsak, ma'naviyniki o'zida üç xil ma'ni yo'lida. Lam ma'nisida, ya'ni mulk ma'nisida zaydu, malu zaydin. Zaytniki meli degan zayt uchun bo'lgan mal degan gap bo'ladi. Endi yana birisi zarf ma'nisi oldu. Ya'ni muzofun ilay. Ammo zarf deganda o'chani o'zida nima yo'q, o fi chiqmaydi. Masalan, salatul layli. Mesela salatul layli, salatul duha, salatul aşai degan aş izafetniki o'zi bu yerda zarf. Yani zarf izafet deymiz, bu ma'naviy. Yani nima degan gap? Muzafun ilayning tahtida orlig'ida nima va pi va degan gap. Bu yerda lam ma'nosi kelgan izafet kelsak, ikkisini o'ttirisida labziydi bo'lmasimi, lekin taqdir lam bor. Yani kitabun lil iman, yani malun li zaydin. Zeytning meli degan zeyt uchun bo'lgan, mulk bo'lgan mal degan gap bo'ladi. Endi yana bir izofat bor, o min ma'nosida keladigan. Masalan, min ma'nosida keladigan bir izofat. Akhaztu mal zaydin. Yani men zeytninki melini desek, uçanızda temlik ma'nosida masalan pi mulk Anıkin pi lam ma'nosi olgan bo'ldi. Yana birisi min ma'nida olamda min ma'nida olgan bo'ldi. Mesela akhazdu darahime. Darahime malikin akhazdu malike mali zaydin desek, aldım ben zeytninki melini desek, yani zeytninki bazı melini kıldım aldım diyen gap. Yani zeytniki mal var, malki için bayan hem kelidi. Bunda da çok kelidi. En mayadaki izafetniki üzün bu yılki zerb nim boğamız zerb izafet utugidi, yani izafet lafzi. En izafet manevi, yani üç xil buludu bu çanın üzüde. En bu izafet lafziniki, yani izafet manevi bu muzadiymiş şu. En izafet manevi o vakti kitabı iman diyen gap lam ma'nosi kelgan, yani izafet. Yani iman bilan lamning kitobning orliq lamba degan gap. Yani iman uchun bo'lgan kitob bu degan gap. Iman uchun maxsus, yani uchadi mulk ma'nosi keladi, lamniki yani bir qancha ixtisos ma'nosi keladi, har xil ma'nosi keladi. Unda o'lkin iman uchun bo'lgan cho'ng hajmlik nima bu? Bir kitob. Yani bir qancha mazmunni o'z olgan va uning uchun bir qancha bab bo'lgan, mana shu nima o kitob degan gap bo'ldi. Yani iman üçün bo'lgan. İmanga aloqador bo'lgan, imonga maxsus bo'lgan. Men bir qancha nima o kitob degan gap bo'ldi. Kitabul lil imani degan shu ma'noda. Endi bu iman aloqador ma'ni deb İmam Buxoriy mana ikkinchi babga buni qo'ydi. Chunki bu vahiyni mazodi qandoq ekanligini bir narsa bilishimiz uchun vahiy bog'liq. Vahiyninki birisi mana vahiyni bilgandan keyin vahiydan keyin eng muhim bo'lgan narsa nima keladi? Iymon keladi. Iymon nimishqa? Chunki bir iymon, bu iymon degan gapning o'zi bir odamniki mu'min, musulmon bo'lishdan iborat bo'lgan bu ishniki asos. Mana narsaniki markazi, ya'ni o'li nima? Iymon. Har narsa iymonga bog'liq. Iymonga bog'liq bo'lgandan keyin iymon bak muhim. Namazın namaz bo'lishi, zakatın zakat bo'lishi, musulmonning musulmon, mu'minning mu'min, yaxshi odam bo'lishi, ubdan odam bo'lishi, taqvo odam bo'lishi degandek, men shu ahkomlarning hammasi nima qo'yilgan? Iymonninki usti qo'yilgan. Iymonning usti qo'yilgan. Biz iymonni qanday ekan vahiy orqali bildik. Men shu Qur'on, shu payg'ambar 7 nima qilish orqali hammada muhim iymon kan dedik. Men bu to'g'ridan Qur'oni Karim bir qancha yerda oyat ham shunday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki hadislardan mana buni uchun nima qilib berdi, bayon qilib berdi. Mana Qur'ondagi oyatdagi mana iymon shu mushudir. Unda o'lkin bütün amallarniki hammasi
Hatta bir adamniki kandak mene savap mı ya günah mı hemmisi mesela hazır biz okuvatımız, anlavatımız hem emeller imanınki üstün kuruldu. Muşu iman pek muhim boğalığı için bir adamniki imanınki kandak buluşu yani bir adamniki imanınki kandak buluşu bu adamniki emelini şu yüzünü şu keltirip çıkardı. İmanınki kandak buluşu nima? Emelniki o adamning qandoq amelni qandoq bo'lishi iymonga bog'liq. Shuning uchun hammadan muhim bo'lgan narsa iymon. Iymon bo'lgandan keyin shunga İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda iymon ustida nima qiladi? To'xtaladi. Chunki islom dunyosida mushundaq firqa-firqadan iborat bo'lgan, har xil firqa va bo'lgunchilikdan iborat bo'lgan bo'linishga men sebep bo'lgan narsa shu kishilarniki iymonga bo'lgan tushunchasi. Tushuncha bo'lgandan keyin shu e'tibordan onadiki bu har xil firqa bo'lib, yili Shia, yili Rafiz, yili Havarij, yili Murji'a, yili Mu'tazila, yili Qur'onchidan iborat bo'lgan va undan boshqa demokratik, sosyal, uni ateist deganidek, men vatanchi, uchi, buchi deganidek mushundaq men firqalarningki o'ttirisi, firqalarning paydo bo'lishi men musulmon deb turib, mushu iymonniki sababidan shu bo'ladi. Iymon sababidan bo'lgan gap. Endi iymon sababidan bo'lgandan keyin bu iymon har qanday bir odamga nisbatan, men mu'min, musulmon degan odamga nisbatan pek muhim bo'lgan bir narsa. Masalan, bizniki Uyg'urlarniki ichidimi? Uyg'urlar jamoatniki Uyg'urlar men xalqiniki Uyg'ur xalqiniki ichidan qarab baqsaq, men o'xshamagan hammasi ibodatda zohir ibodatda asosan o'xshaydi. Bunun hech qanday bir talash tortish yoki nima yo'q. Ammo mushu iymon masalasi kelgan vaqt o'zida bizniki Uyg'urlarniki ichidami shundoq nimalar yo'q. Men ma'firqam demasimi, lekin ularniki qilayotgan amaliy ishlarniki o'zi, real dunyoda qilayotgan ishlarning o'zi bu odamniki iymoni qandoq ekanligini qildi, bildirdi. Shuningdek bilan shu kitobning 5-da innamal a'malu binniyat degan İmam Buxoriy birinchi qilib boshlagan ash hadisidagi umum ahvoliga nima qiladi? O'xshaydi. Ya'ni kishilarniki amali. Meni kishilar qanday biz bunda qarab baqilib, men er olsun, ayol olsun, shu odamniki qilgan amali. Shu amal ko'rsatdiki, bu nimani ko'rsatdi? Niyatini ko'rsatdiki, niyat, ya'ni iymonni ko'rsatdi. Ya'ni iymonni ko'rsatdiki, demak, ma odam kechmi kunduz mushundaq taqvo bo'lib, masjid chiqib, haromdan saqlanib, zikr tasbih o'sat, demak, ma odamniki iymoni qandoqkan, to'g'ri bir shaklda bo'libdi deymiz. Ya'ni ba'zida masjid chiqib, ba'zi besh vaqt namoz o'qib, yo o'qimay yoki o'rgatganini yapmay, mushtaqamasa bu odamniki iymon ojizkan. Buniki iymoni Qur'on to'g'ri shaklda bo'lmabdi, kamtikkan deymiz. Ya'ni ba'zilarni qanday qiladi? Men musulmon deb ya namoz o'qimagan, ya hech qanday bir ish qilmagan. Buni qarab, buniki nimasi deymiz? Iymoni uchun mushtahkam deymiz. Bu iymon bek muhim. Şu adamning qilayotgan ish harakati, olishayotgan adami, u adamning qilayotgan so'zi, biz shuni qarab bu adamning vujudidagi iymonning qanday ekanligini qilamiz, uni bilamiz. Mana bu qilgan ish harakatining o'zi u adamning vujudida, men er olsun, ayol olsun, şu adamning vujudidagi bor degan iymonning o'ziga nima ekan, ashundoq ekan deb nima qilamiz, uni bilamiz. Unda bo'lgandan keyin mana bu e'tibordan iymon nima o bek muhim. İman bek muhim bo'lgandan keyin tarixdan bu yan islom dunyosida mushundaq har xil firqalarniki o'ttirga chiqishiniki sababi o'sha iymonniki ustida shu bo'lgan. Masalan, Shiyaniki iymoni boshqa, Shiyaniki iymoni bizniki iymon deb qolgan 6 narsadan iborat bo'lgan bu narsa uchun qilmaydi. Uniki iymoni bir qancha. Masalan, Mu'tazilniki ular biz iymon nimada tarkib topsa, u bir qancha narsa tarkib topadi. Onun da 5 mi 6 mı dersi var, o okşamaydı. Şunu da Havarij ve onun başka Rawafiz ve onun başka İsmailiye, Ağaxaniye, Ahmediye diğerledek muşundak kişilerdeki özündeki iman dep muhim iken bilsin. Lekin onunki içindeki ağan iman dep bahketken nesin üzü men bu çok okşamaydı. Men bizdeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki yolunda mağan. Meni haqniki üstüde bo'lgan, jamoatlashgan
meni ahli sunna va jamoatdan iborat bo'lgan bu kishilarniki iymon ko'z qarashi Qur'oni Karimniki, hadis Rasulullohniki umum mazmundan olgan, shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana o'ziniki so'zi va qiligi orqali buni bayon qilib bergan Qur'ondan mana nima qilib buni nima deymiz biz buni men 6 turli narsadan iborat bo'lgan bu iymonniki asos murakkab qismi deb nima qilamiz uni tushunamiz. Mana qolgan qismi-chi umum muhim. Şu an imanninki o'zining ikki xil kishida o'qitib boshlaqango iman al-imanu amantu billahi kama va bi asma'i va sifati va qabil jami' ahkam va arkani. Mana bu iman mujmal, iman mufassal amantu billahi va malaikati va kutub va rusul va yawmil akhir va qadar xayr va sharri min Allohi ta'ala ba'd ba'dal mat. Mana mush shaklda cho'p bo'lgan bo'ladi. Bu ahli sunna va jamoat chunki bizniki rayonlarimizda bu ahli sunna va jamoat demisakmi burungi davrning o'zida unchola xato e'tiqod, xato tushunchadagi kishilar bilan biz aralashmaydik. Hem uning uchun o'qimaydik, hem uchun kirmaydik. Kirsimi nəhayət az oldu. Uçağımızda o ölümalarımızdaki ağzından unda bir gapni chiqishi nəhayət azdı. Amma ma chetdan to'g'a vaqti o'zida biz har yerda har xil insonlar aralashayotimiz va uning ichidan xavariji va mana ravofizi va shiasi va ahmadiyasi va og'axoni va ismoiliyasi va men musulmon deb turib qiladigan mushta duruzini va nusayrisi va men mushunda va undan boshqa yangi zamonda chiqqan men har xil firqalar cho'p bor. Men bu shuni biz qo'yamiz buni cho tilg'avatimiz. Buning uchun nimishqa xalqimiz mushunda xato bir e'tiqod, xato bir fikr, xato bir tushunchaga o'zi uchun yo'l qo'yib qolmasin. Shuni gapini to'g'ri deb qolmasin. Bizniki Qur'oni Karim hadis Rasulullohni asos qilgan, men ahli sunna va jamoat deb atlib kelayotgan, salaflarniki e'tiqodini asos qilgan va yo'lini, shuningdek ahkam masalasiki o'zida, furuat masalasiki o'zida, men imom mazhabniki mazhabini asos qilgan, shuningdek 4 mazhabni imom Shofiy, imom Ahmad, imom Malikni men asos qilgan, men mushunniki asos qilgan kishilardan iborat bo'lgan nimalar kishilarniki o'zi jamoatning o'zini mana bu ahli sunna va jamoat deb mana buniki e'tiqodi mutlaq haqiqat to'g'ri yo'lning ustida deb nima qilamiz buni mana e'tiqod qilib bilamiz deb men mushtaqchoq deyilyapti bu yerda. Bo'lmasa unda demasak bo'ladi endi. Endi xo'sh, unda o'anikin iymon men mushtaq bir muhim. Shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'ziniki Sahih Buxoriy degan kitobiniki o'zini ikkinchi qatimniki o'zida iymon usti to'xtalmoqchi. Endi iymon bu yerda bu to'xtalishning o'zi nima yo'q. Iymon degan nima? Iymon bir arabcha gap. Mana iymon degan bir arabcha gap. Iymonniki o'zi mana hammamizga ma'lum vahiyniki kelishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yani iqro degan so'rini shundoq tushirganlar bu osmonda yani Alloh taolodan mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushib boshladi. Mana bu vahiy tushishniki oldidan ya'ni 610-yilning oldida deydi. İman degan gapni arab nima deb ishlaydi. Zodi uni bilmaydi-ki. İman degan nima, islom degan nima, shu Qur'oni Karimda bayon. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan, sen buniki oldida iymon degan bilmayding, islomni bilmayding, Alloh taolo senga ihson qilib, in'om qilib, buni senga hidoyat qildi degan mazmunda bu oyat bor. Uni iymonni asli bilmaydi, ham islom deganni bilsimi? İslam ham bilmaydigan gap. Unda o'anikin halol harom asli bilmaydi. Chunki halol harom, iymon, islom va undan boshqa namoz, zakotniki o'zi bu diniy talaffuz. Dini atalg'u. Buni bilish uchun jazman dinniki egisi bo'lgan zot bo'lgan Alloh taolo tarafidan keladi. Buniki oldida buni bilmaydi arablar. Zot payg'ambar ham bilmaydigan gap. Unda o'zikin vahiy orqali nim qonuni bilgan. Endi buniki lug'at ma'nosi nima? Endi lug'at ma'nosi degan vaqt o'zida, ya'ni arablar o'zining odatda ishlatayotgan va islom dini barliq kelishniki oldida ishlatayotgan bu gapniki o'zi nima? Buni bir bilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni, islom dinini arab millatidan iborat bo'lgan arab til orqali, ya'ni arab millatidan iborat bo'lgan Muhammad alayhisolamga arab til orqali qilgan tushirgan. Ya'ni o'ziniki irodasini, o'ziniki so'zini arab millatiniki talaffuzniki ichik solab, shu orqali anadagi nima qilgan uni tushirgan. Uning ichiga kirgizib solab tushirgandan keyin şu gapning ichida yana munosibatsiz bo'lmaydi. Jazman u gap bilan Allohning iroda qilgan so'zniki nimasida bu nim bo'lgan gap uchun munosiblik bo'lgan gap.
Unda o'zikin Alloh hammani bilgandiki, shuni qarab, o'zi iymon deb tushunchini qilsa, ma talaffuz ishlatimiz deb, shu Qur'oni Karimda mushtaqcha deyiladi. Unda o'zikin iymonniki mushu vahiy tushuniki oldida arab tilida asl nima? Buniki ma'nosi o'qish kerak. Endi hammamiz ma'lum arab tilidagi mushu fil masal kelgan vaqtda sulasi va sulasi va mujarrad va sulas mazid va undan boshqa rubai va rubai mazid deydigan mushtaq ikki xil narsaga atiladi. Yani demek Araplarniki asli sap Araplarniki sözlük üç harfli terkip tapıdı. Evet, üç harfli terkip tapsa bu resmi Araplarniki birinci söz, birinci türkümdeki söz bu asas söz depçe atılıdı. 4 yoki 5 sözüp kalgan olsa bunu da başka bir ma'nining cehdidan qo'shilib qolgan şuna sulasi mujarrad va sulas mazid degani shu. Qo'shilib qolgan, qo'shilgan ma'nini ifodalash uchun u asli bo'lgan 3 harfga bir narsa qo'shib qo'yib anada ekan bir harf ya 2 harf 3 harf qo'shib ana ma'nini ifodalasin deb men mushundaqcha qilgan deymiz. Undan bo'lgan ekan men bu yerda al iymon degani nima? Iymon degan gapning o'zi bu sulasi mazid. Yani sulas mazid degan 3 harflik ziyoda qilgan 3 harf nima u ism degan gap bo'ladi. 3 harf ziyoda qilgan ziyoda nima? Bu yerdagi oyatdagi iymondan iborat bo'lgan 2 tane harf nima u ziyoda. Mesela af'ala vazi kelgan vaqtimizda af'alaniki o'zida qanchadan harf ziyoda bo'ladi? Mesela iymonda 2 harf, amananiki o'zida bir harf ziyodachi bo'ladi. Amana. Asli a'mana bo'ladi. Asli ziyodasi bir nima o hamza. Undan o'g'andikin bir ilib bo'lgandikin uniki sulasi mujarrad nima? Am. Amana ya'manu amnan. Fa huwa aminun va zaka ma'munun degan gap. Endi amana nima? Amana ya'manu amnan degan bexatar salomatlik bo'ldi, tish bo'ldi, amin bo'ldi degancha ma'nida bo'ladi endi. Ya'ni amn degan bexatarlik degan gap bo'ldi. Ya'ni u odamga sirtin hech qanday vaqt o'zida bir xaplik, yomonlik, askilik kelmaydi degan gap. Endi bu al-iymon, iymonchi. Amana yu'minu imanan degan vaqt o'zida sulasi mujarradlikki ma'nosi u sulas mazidning ichida u yerda uniki ya badi, ya ko'paytdi, yoki bunda aylandirdi degan ma'nochi bildirdi. Af'ala ma'nosining o'zida. Ana bu yerda iymon. Mesela amene yu'minu imanen. Yani a'mene yu'minu imanen desek bunu degan gap. Amillikni ba'di, xotirjamlikni ba'di degan gap bo'ladi. Xotirjamlik ba'di, yani madem anın xotirjamlikni berib, amillikni siz men nima qiling ishini, men xotirjam bo'ling, men sizni hargiz sizning gapingizni, qilig'ingizni men yolg'on tarafga nima qilmayman, chiqolmayman. Buni da xotirjam bo'ling degan gap bo'ladi. Lug'at ma'nosi. Bu lug'at shu. Yani iman etti degan gap, yani bu adamning o'zi rasmiy qarshidagi adamning gapi yolg'on chiqolmaydiganga, rost deydiganga, xotirjam qildigan ishniki o'zini bu adam badab rost deb u odamning gapi ma'qul deb tushunib, meni nima qildi uninga men amillikni badi degan gap bo'ldi. Shu biz buni nima deymiz uni iymon deb lug'at ma'nosi, tasdiq degan ma'noda shu bo'ldi. Endi tasdiq degan nima? Tasdiqniki ham ma'nosi keladi o'yin birsiga. Va ma mu'minun lana degan oyatga asosan sen bizga ishonmaysan, tasdiq qilmaysan degani seniki ashu ko'nglidagi ishongan amin deb qaragan narsangni o'zini nima qilish, uni o'zidagi so'zi va qilish orqali uni tasdiqlash. Bu nima qalbida bo'ladi. Unda bo'ladigan bu iymonniki o'zi asli ma'naviy narsa bo'lib, insonniki qalbida, insonniki fikrida, inglida va o adamniki aqlda bo'ladi. Ya'ni ruhiy ma'naviyat bir narsa bu. Mana bu iymonniki o'zini qandoq ekanligini bir odam zot iymon, ishonch bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda buni hech qanday bir odam bila olmaydi. Bu nima u sir. Hamma odamga Alloh taolo buni nima qilmagan, o'qitmagan. Unda o'niki lug'at ma'nosi bo'lgan. Buniki shar'iy ma'nosi nima? Endi shar'iy ma'nosi degan vaqt o'zida mana shariatda har xil fanlar bor. Masalan, hadis ilmi bir fan, usulü hadis, yani hadis alimleri, fiqh alimleri, mufassir alimleri, usul fiqh alimleri, usulü din, yani akide alimleri, yani mutakallimin devatkan. Mana har xil turdagi ilmlarniki nimalar var, alimler var. Bu şeriat deb açtığımız şu bunun için ko'z tutildi. Unda o'g'andikan iymonniki shariat ma'nosi. Yana bir shariat degan vaqtda shariat degan nima? Mana Alloh taolo tarafidan vahiy kelgan, shu vahiy orqali uni bildik. U nima? Islom din.
Unda olanıkin şeriat ma'nosi iymonniki islom dinimizdagi Qur'on va hadisga asos manba sho'g'i shariat. Yani mushundagi ma'no nima? Buni qarta har tabaqadagi ulamolarimiz, muhaddis olimlar, fiqh olimlar, mufassir olimlar degandek, men mushu olimlarniki o'zi iymon kelgan vaqt o'zida o'z oldiga har xil nima tushuncha bor. Bu nayt bir uzun bir mazmun. Endi fiqh olimlarimiz shunday usul fiqh va undan boshqa kalam, deli kalamniki o'zi falsafa nemisiga asosan deb atildi yangi zamonning nimasida. Bu degandek nima bo'lmasmi? Endi bu olimlarniki ko'z qarashga iymon bilan muhaddis olimlarniki mana usul hadisni o'ttirib qo'ygan olimlarniki o'ttirsidagi iymonniki ko'z qarashi, iymon bo'lgan ko'z qarash tushuncha bir-birisiga uchun o'xshamaydi. Endi muhaddis olimlarniki, mesela İmam Buxoriy, İmam Muslim, shuningdek İmam Malik, İmam Ahmad deganidek, men muhaddis deb qaragan olimlarniki o ko'z qarashi bo'lgan iymon bu nima? Iymon esa mana lug'at ma'nosi e'tiborida ishonish, qalbda rasmiy tasdiq qilib bu odam qalbida o'rin olish kerak. Bu xiyoliy narsa iymon bo'lmaydi. Rasmiy qalbiga kirsa o iymon, ondaki bu nima bo'ladi? Rasmiy bu qandaki bizniki ağzımızı bir narsa oshqozon kirsa, bu kirish orqali buni rasmiy ta'sir qilganda bedenimizga, agar foydali narsa qilsak, bedenimiz hech qanday qilmaydi. Agar zararlik yoki ichib qolgan yo burab qolgan bir zaharni ichib qolsa, ichib bo'lgan hamona bedenimizga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Shuningdek iymon ashundaqcha bo'ladi. Ruhiy tarafdan bo'lgan. Iymon bo'lgan gap avtomatik holatda ashta ta'sir qilib bo'lgan gap. Bu asli buni taqozo qiladi. Endi iymonga qarta ulamolarimiz mushtaq bo'lgandan keyin bunun karta bu muhaddis alimler, fiqh alimler ve ilmi kalam ve onun başka usul fiqh alimlerindeki göz karşı neyme. Şunu da usulü tefsir ve onun başka neymeler. Biz hem de bu yerde ehl-i sünnet ve cemaatindeki gayri gibi demedik. Onunki iman başka bir neyse. Onu yağan. Ama bu imandaki üzün fiqh ulamolarimiz ve usul fiqh şunu da mutakallim devatkan her kança yani kışkıran olsa azap okşamaya göz karşı var. Bununki otursa da bununki itiqadda imanninki üzünü deyişçe, mana iman degan gap qalbida ishilib, qalbida tasdiq qilib, ya'ni tasdiqdan keyin bir ma'nosi bor, ya'ni siz qalbingiz bor uchun amaliyotda uni isbotlash bu tasdiq bo'lgan bo'ladi. Tasdiq qildingiz, tasdiqlandingiz degan shu qo'l, bunda qo'l qo'yib berdi degan gap. Ya'ni amaliyotda bunda qilib, ha, mening iymonim shu degan tasdiq bo'lgan. Bu qilishlar ikkalisi iqror. Yani tilida o adam öz ixtiyorlar rasmiy men mashinasiga ishondim deb öz og'zicha deyish. Bu bir gap. Yana birisi andikin eng muhim talash tortishayotgani, meni muhaddis va fiqh ulamolar va undan boshqa har xil fiqhdagi farqli olim kishilar bor. Mushniki o'ttirishki farq shu iymonniki o'zidagi yoki amalniki o'zi mana shu iymonniki tarkibining ichiga kiramdi, kirmamdi. Muhaddis olimlar Zadi deydi, İmam Buxoriy deydi. Mana iymonniki ichiga, mana bu amalniki hammasi shu iymonniki tarkibiy bir qismi. Ya'ni iymon 3: e'tiqod, mana iqror, amal. Mush umumiy majmuasini biz birikkan narsa iymon deymiz deydi. Iymon deymiz deydi. Ammo usul fiqh va fiqh olimlarimiz va undan boshqa olimlarning o'zi iymon nima? E'tiqod va iqror. Ya'ni gapning xulosasi e'tiqod va qo'l nimadan iborat bo'lgan iqrodin. Ya'ni bir odam o'zi e'tiqod qilish kerak. Aniga andiki buni o'z ixtiyori og'zicha deyish kerak. Degan vaqtning o'zida andiki bu nima bo'ladi? O'chan o'zida iymon mush narsadan iborat bo'ladi deydi. Buniki ham lug'at tushunchasiga asosan falsafa qismi deymiz. Yana birisi andiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shunida Qur'oni Karimdagi oyatlarga bog'liq. Hargiz bu nima emas. Chunki Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislardan amalniki o'zini iymonning yuziga akirmagan. Shunda Qur'oni Karimning jiq oyatlarning o'zida innallazina amanu va amilus solihat amalniki amalni ayrim mushtaq deyishniki o'zi demak, bu yerda nima o'yinida boshqa jiq nima men oyatlar bor. Bunun içine iman, yani imanın içine amelini kirmaydiganlığı mezmunu bildiren ayetler var. Men bunu deyiş arkalık. Ve onun da başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Men iman bulup bu adamdaki amel bulmuşsun, yani mezmunda cennet kirganlığı. Yani bu adam yüzü kalbide resmi Allah'ın barbar ikenlik yuvalık belgen bolsa diyen men Ebu Hureyre ve onun da başka men haber ver o cennet kirdon
degan mushta mazmun deydi var. Meni mush mazmunni asos qilib, meni bular iymonninki ichiga amal kirmaydi. Amal kirmaydi deganning o'zini hargiz amal qilmasangiz bo'ladi demakchi shu emas. Meni bu yerdan andikin murji'a degan bir firqa o'ttiruvchi chiqqan. Bu murji'a degan gapning o'zi bu ahl-sunnat jamoatning ichidagi ayrim bir deb qaralayotgan mushta nim qilib, buni da andikin murji'atul fuqa, murji'atul sahaba, murji'atul muhaddis yani hadis sunasının içinde de bu şunda göz qarashda bo'lgan. Bir murji'a degan amalda iymon ichiga kirmaymiz, uni kechiktiramiz, uni kayniga uchun qilamiz degan mazmun e'tiborda buni andikin nima deymiz, uni murji'a deymiz. Ha, bular kirmaydi deydi, ammo muhaddis olimlar gapning xulosasi muhaddis olimlarniki o'zi iymonniki ichiga amal kirdi. Bu amal kirdi. Amal bilan biz nima o iymon bilan ash qandoqki e'tiqod va iqror qandoqki asos rukun bo'lganda amalning o'zimi nima o rukun. Rukun bo'lgandaki biz buniki umum majmuasiga o'zi iymon deymiz. Deydi. Men mushu ko'z qarashga asosan qandoq bo'ladigan degan buni ish ko'z qarashga asosan iymonning asos bir qismi bo'lgandan keyin uni lekin amal qilmagan odamchi. Haram ish qilgan odamchi, gunoh kebir qilgan odamchi. Men bu e'tibordan andiki bu ishlarning o'zini to'g'ri tushunib bo'lolmay, shundaq salaflar andoq dedi, mandaq deb falon muqandoq dedi, iymon mandaq dedi, kofir bo'ldi deb andiki kitbaga odamning o'zi kofir deb murtad deb men islom dunyosi xonvayron qotgan tushunmasdan shu olimlarimiz nemisini mushtaqchi deydi. Ya'ni bu nochiq bir gap ayrim kitob bog'i bu to'g'riliq. Endi azosum hozir İmam Buxoriyniki iymonniki usti to'g'rilib ham to'xtalib yani bir yer unutib qolmaslik kerak. İmam Buxoriy aynı zamanın o'zida muhaddis, shuningdek mujtahid. Buniki o'z oldiga ko'z qarashi bor. Men ko'z qarashga asosan men bu yerdagi oyat, hadisdan va undan boshqa men shu tarjimatli babdan keyin andikin ulamolarimizning gapini, oyat, hadisni va undan boshqa yani muallaq deyotgan hadislarni keltirishdagi sababchi shu. Şu. Hem de babul imani ve kavlun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunyel İslam ala hamsin. Yani bu imanınki babıdır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bunyel İslam ala hamsin diyen muşu sözündeki nemisidir o babıdır deydim. Hem daha gapninki nemisidir murci'a dep kaldı. Dep dedik. Bu murci'anınki üzü mene hazır İslam dünyasında en xatar narsa ipqatgan şu bu. Bu yerda bu imanning ichiga amalchi kirmaydigan deb bunda qilmaydi hozir qilan. Fosiqlik. Ya'ni u tushunmas sal qarashdan iborat bo'lgan. Men mushu ishlarni shu qilish orqali anadikin buni nima bo'ladi andikin murji'a. Deydi ko'pincha adam amal yo'q. Mushu amal yo'q bo'lgan e'tiboridan İslam dunyosidagi musulmonlarning ahvoli xarob bo'lishining sababini shu birchi mena mushu. Endi İmam Buxoriy deydi birinchi bobkan bu. Birinchi bob bo'lib mena iymon degan nima? Buning usti to'xtalamiz deydi bu bobda. To'xtalib Qur'on dedim deydi. Katta olimlar salaflar nima deydi? Buni deymiz. Yana bir sondan Payg'ambar alayhisolatu vassalamniki bunyal islamu ala hamsin degan so'zning bobidir. Ya'ni islom 5 narsaga ustiga to'xtaldi degan gap. Ana o'ndan bu yerda dedi İmam Buxoriy iymon bilan islom ikkisi o'xshash deydi. Biz yani qolgan olimlar dedi iymon boshqa, islom boshqa. Buning uchun boshqa tushunamiz. Endi Qur'on va hadisga asosan bu yerda ba'zi yerning o'zida iymon ham islomni o'xshash deydigan tarafi bor. Iymon boshqa, islom boshqa deydigan ham tarafi bor. İymonning ichiga islomning ichiga iymon mushtaq kiradigan taraflari ko'p bor. Bunu da ikkisi bir-biriga aloqa bo'lgandan keyin iymon ishlagan yerda islom ishlagan yerda iymon mushundaq deb qo'yishib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida cho'q bo'ldi. Endi bu yerda İmam Buxoriy deydi, "Zat iymon bilan islom ikkisi bir gap." Ikkisi bir gap. Unda o'g'andan keyin iymon mana mushu 5 narsadan iborat bo'lgan narsani biz buning uchun deymiz, deydi. Aslida iymon nima deganning o'zidan bunchalar yilqa inchkilab qilishniki sababidan anadagi bu yerda har xil firqalar borliq kelgan. Aslida unda qilmay biz asl oldimizda Qur'on bilan hadis bo'lgandan keyin meni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo Qur'on nima debdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima debdi? Shu deyish orqali mushtaq degan bo'lsak, u chon o'zida insonlarningki o'zi bunchalar firqaga yo'lda bir bo'linib ketmasligi mumkin deb bundan cho'q qodir demdi.
Endi qarab baxsak, şu bir işni bak chuqchilab, ha dediz yal qavaqti o'zida o'cha chataq chiqadamdi. Chunki biz ma'naviy narsa olgan ekan, hissiy narsa olmagan ekan, uni mayat to'xtatib bo'lmagan ekan. İnsanda aqldan iborat narsa olib, yani buni yana shayton bo'lgan ekan, bu orqali ani o'zi apirib, ani o'ynatib, shuning bilan dindan chiqarib olgan ish shu bo'lgan ekan. Yine İmam Buxoriy deydi: "Va huwa qawlun va fi'lun. Va yazidu va yanqusu." deydi. Mush gap. İman sözdür ve qiliqdir. Endi bazı nusxlarda qawlun va amalun deb bakan va undan boshqa İmam Buxoriyniki bu yerda amalniki o'zini iman deganimiz qawl va amaldan iborat deb salaf boshqa olimlarniki bu İmam Buxoriy bu yerda amal demak fi'l deb ishlatishi bu bakan endi. Endi yani demak iman nima o qawlan amal. Amal degan nima biz hozir qilayotgan, namoz o'qiyotgan, ro'za tutayotgan, yaxshi ishni qilayotgan, mana hijoblanayotgan, mushundaq 5 vaqt namoz o'qiyotgan, men ilm, shu ilm, ma'rifat, mushuni o'qiyotgan, o'qitayotgan. Bizning barliq ishlarimizdagi hammasi nima bo'lgan bo'ladi? O mana qiliq bo'lgan bo'ladi. Mana bu amal. Söz, yani söz degan og'zingizning so'zini qilishingiz kerak, uni deyishingiz kerak. Ana o'ylayken iman mush ikki narsa iborat. Birisi og'zingizdan chiqish kerak. Mo'min musulmon bo'lganning odamniki men Alloh bar ber degan aşk gapning og'zining o'zini namoz va kaza og'zingiz deyish kerak. Bu deyishgandiki degandiki buniki o'zini amaliyatingizga yaqin narsa o'zi uchun har bir iman deydi. Bu deydi. Endi bu yerda fi'lun debdani fi'lun bilan ikkisi amalning ikkisi ba'zi olimlar o'xshash deydi, ba'zi farq bor. Endi bu yerda fi'l degan vaqtda o'zida ko'pincha vaqtda bir odam kuch chiqib qon narsaki o'zini arabcha fi'l deydi. Amal degan nima o am. Ya'ni o odam o ishning o'zini ixtiyoriy yoki kuch chiqarmasin. Qandoqligi bo'lmasa bu odamniki o'ziniki yüzüge taalluq olgan tarafidan bir ish shunday harakat vujudga chiqqan bo'lsa bu amal deymiz. Unda o'g'ankin bu yerdagi fe'lniki ma'nosi nima? Amal. Ya'ni ba'zilarda fe'l am, ba'zilarda amal am ishlatish jihatdan bundaqcha deydi. Unda o'g'ankin İmam Buxoriy ko'z qarashicha iman bu amal va so'z nima? So'z va qiliqdan iborat bo'lgan, amaldan iborat bo'lgan ikkisi murakkab narsa. Ikki narsa murakkab deydi. Yeni bir son ekan, zodi imanning o'zi söz ve amel bo'lgan ekan, mana ziyoda bo'ladi iymonning o'zi va kemiydi. Ya'ni ortiq bo'ladi iymonning o'zi va kemiydi deydi. Ya'ni ziyoda bo'ladi degan gap ko'paydi degan gap. Chunki mana amalning o'zini iymon degandan keyin mana namoz, zakot, haj, yaxshi gap qilish, vafo qilish, yolg'on gap qilmaslik, mana mushu yaxshi ishlarniki har biriniki o'zi birdan imanlık üzü olan ekan, yani bu itibardan zodi bir adam 5 vaqt namoz o'qibdi, zakot yuribdi, yaxshi ishlarni qilibdi, Qur'on o'qibdi, mana sodiq, sadoqat va samimiy bo'libdi, xalqning aqlini yeyapti, harom ishni qilmabdi. Men bu adam qanchaki meni qilmay shu buyurgan ishni qilgan bo'lsa, buni iymon degandiki biz buni qarab iymon zot ziyoda bo'ladi. Va kemiydi, ya'ni nima degan gap? Yani iman amel olan için bu adam bir qancha adam yani men mo'min deb amal qilmagan bo'lsa, demak bu odamning iymoni kam degan cho'p bo'ladi deydi. Dedi Alloh taolo. Endi İmam Buxoriy o'ziniki mushu gapni nima qilish uchun bir qancha oyatni keltirdi endi Qur'oni Karimda. Nima dedi Alloh taolo? Li yazdadu imanan ma'a imanihim. Deb men Alloh taolo nima qildi? Mushtaqcho dedi. Yani ziyoda qilgan ular iymonni o'ziniki iymonlari bilan dedi. Unda o'zikin o'ziga ba iymon bilan iymonni ziyoda qilsin degan nima gap? Yani demak iymon ziyoda bo'ladi ekan degancha gap bo'ladi bu oyatga asosan deydi. Endi bu gapni deyishi shu vaqt o'zida mushu ahli sunnat va jamoaning o'rtasida ixtilof bo'lgan cho'ng ikki mazhab. Bu amal oyati deganimizda imanın terkibinin içi kiremdi kirmemdi. Kirmek deganlikni herkes onu qilmasangiz cennet kirish deganlik emas. Zodi yaxshi amalni qilmasangiz qat'iy bo'lmaydi. Sizniki jannatga kirishga bir sabab Allohning rahmati bilan. Bu bo'lmay bu iymonlikning o odam vujudidagi iymonni isbotlaydigan birdan bir narsa amal deydi. Zodi onu qilmasin bu e'tibordan aniq bu yerda murjiya deb bundaq bir bo'xton yoki gapni o'zbek yiliqi nima deb qo'yilgan ish bor. Ve yine Allah Teala dedi, vazidnahum huda dedi.
ve ziyade kıldık biz ulağa hidayetni. Yani bu yerde hidayet degeni imanni. Yani ularniki özü sörkehbiden men aşındaq qıptı. Men Allah Taala deydi, biz bu yigitlarniki özge hidayetini, yani imanni ziyade kıldık. İman texim küçülüp ketdi, texim ovup ketdi. Degan çok gap bo'ldi. Anda onu bu ayetga asosan iman ne bo'ladi ekan, amal bo'ladi ekan, ham ziyada çok bo'ladi ekan, ham naqs çok bo'ladi ekan. Yine dedi Allah Taala, "Ve yazidullahu allazina ihtadav hudan." dedi. Öyle ziyade kıldı Allah Taala, anda bir kişilerki hidayet taptı. Yani hidayet tapkan kişilerge Allah hidayetni ziyade kıldı dedi. Yani hidayetni tapkan kişi kim o? İman etkan. Mene iman etip Allah'ın birlik varlığından ibaret olan 6 türlük nesge itikat kılışkı mühim dep qaralgan, zörür dep qaralgan nesge şu nem kıldı bula iman etti. İman etip hidayet tapkan dekin. Buluğa yine Allah ziyade kıldı deydi. Hidayetni nem kıldı bu yerde yine ziyade kıldı, imanı ziyade kıldı degan gap. Anda o andaki buluğa asasen iman nem boladi ekan, ziyade çok boladi ekan. Yine bir ayette Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ dedi. Bu anda bir kişiye hidayet mene taptı ulan, mene hidayet tapkan kişiyi kelsek, mene ziyade kıldı ulağa Allah hidayetini mi kıldı? Ziyade kıldı. Yani hidayet tapkan bolsa bu insanlar, yani ah yol demeyip, mene muşundakkan bolsa şuniki şarapetinden Allah Teala bulaniki hidayetini, yani imanını ziyade kıldı diyen gibi. Yani degan gapken imanı ziyade kıldı, hidayet yapsın, nima bilan bo'ldi? İman etish bilan bo'ladi. Anda o andan bu yerdeki hidayetning o'zi nima o iman. Anda onu bunun için ziyade kıldı debdi Allah Taala. Öyle berdi Allah Taala ulağa o'zidagi taqvoligini cho keltirdi. Allah Taala ulağa taqvo bo'lishdan iborat bo'lgan narsaniki o'zi hidayet tepib, o'zi tafakkur qilib, ishlab, amal qilib mushtaqan bo'lsa, men shuniki natijasini Allah Taala meni iymonni ziyode qilish bilan birlikda ularniki vücuduga taqvodan iborat olan bir ihsan in'amniki o'zini ular uchun berdi Allah Taala deydi. Anda o'niki bu yerda iymon degan gap ziyode qildi degan gapken. Yani ziyade oldu degan gap. Yine Allah Taala yine dediğim bir ayette ve yezdadellezine amenu imanen dedi. Öyle ziyade kıldı anda bir kişi iman etti. Menen anda bir kişi iman etkan kişilerniki özü ziyade kıldı nemini iman degan maqbul imanını ziyade kıldı depti. Anda onun ayetteki zahir ço men nemini bildirdi zat imanniki ziyade boludu. Ziyade boludu iken diğerlerini bildirdi hem de. Yani bu yerde iman naqs olduğu gap yok Kur'an'da. Bu yerden hem de naqsı çıkarıverişin yani demek bir narsa ziyade boldu degan gapning o'zi nima bir ishni qilib qolsa men ziyade ko'paydi degan gapning o'zida ha uni qilmasa meni aqliy tafakkur olqirib ha bu kamaydigan degan gap bu yerda lozim. Lozim bo'lgandiki bu oyatning o'zida Qur'onda bo'lmasin Imom Buxoriy bu yerda yanqus deyishning sababi shu. Yine Allah Taola'nın sözü ki eyyukum zadatuhu imanen fa'amellezine amenu fazadatuhum imanen degan sözüdür. Eyyukum zadatu hazi imanen. Meni munofiqlar deydi. Sizniki qaysilgan ziyode qildi. Shu qaysilgan mav, yani bak tushayotgan vahiy oyat deydi. İmanını ziyade qildi. Bu yerda kunda voy oyat tushdi, vahiy tushdi, o'qitmishab, japodat o'ltirib, ham ishda yugurib berib, ishda qilsan, ha yoki zamonimizda edi. Meni qaysilni kim tabliq qildi, nima qilib kunda anglab, kimga foydasi oldu, kimning iymoni ziyode qildi. Yani tunugin Aştaqtoq ma ayetni anlagan söhbetni ma tabliğni deydi Peygamberimiz vaqtida gap bu hamdi. Men mushu narsani anladik, kimning iymoni ziyode bo'ldi? O'xshash. Debdi Allah Taala bunu reddiydi. Ne deyin? Fa'amellezine amenu fazadatuhum imanen. Ama anda bir kişi ola iman etti. Yani haqiqiy ravishda iman etgan kişiga kelsak, mana bularninki mana bu oyatniki o'zi bularga iymonini ziyode qildi. Ama iman etmekte sen münafık, kalbi kesen, kalbiga imançı o'rin olmagan, mana bu kigidigidan maş pastga o'tmagan kishilar kelsak, uçağınızda zat ziyade qilmaydi. Teximi uçadı, açık gelip, hasad qilib, ichidan chidab turolmay, ay amal va bir yerda o'ch olaman deb ziyonkashlik qildi. Amaliyati shu vaqtim shundaqda, hozirmi shundaq. Mana hozirgi munofiqlarga qarab baqsak, men mushu nadi diniy faoliyat, diniy mushundaq suhbat, onun baş dini ta'lim
Taliban'ı okuyan deganidek, men mushu kelgan vaqtimizda bu munofiqlarning o'zi chechirab ketib, o'sha tura olmay, men har xil gap qotqanlarni shu ko'ryapmiz. Bu nifoqniki nimasi o alomati. Ammo haqiqiy mu'min, musulmon bo'lgan odamcha, men buni o'qimasa olmaydi, qilmasa olmaydi deb bularniki iymoniga iymon qo'shilib, qaytidib texima, men to'g'ri xatoni texima jiq bilib, shu orqali bularning iymoni bo'ladi, ziyodatchi bo'ladi deydi. Yani demek Allah Teala bu ayetteki üzüdüman iman ne bolu depto, ziyade boludu depto. Yine Allah Teala'nın ki Celle zikruhum tahşahum fezadahum imanen. Sen uladı neme kılanlar korkunlar. Ulağa Allah Teala iman neme kılan ziyade kılan dedi. Yani Allah Teala ulağının imanını ziyade kıp neme kıp bergen köpeyt bergen. Yani koşupçu bergen. Dedi. Anlamanıken iman ne bolurken, ziyade olurken ki yani iman yani köp idiken, avu idiken diyen çok yap buldu. Yine Allah Teala dedi ki وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا de ben Allah şuna dedi. Yani ziyade kılmaydı bu iş ulağan fakat imanını ve boysun işini. Hem de ulağın aşkı işini gözün, ben ulağın nispeten imanı ziyade kılıdan. Ve şunu da Allah'ınki emir fermanları boysuz ziyade kıldı diyen yani demek ben iman ne boldu ki bu yerde iman demekçi. İmanlıki yüzü bu yerde ziyade olurken deydi. Anlamadıkken meşhede 10 neçeye bir kanca ayet var. Muş ayeti keltüdük. Hemisi de imanlıki ziyade bolluğalığını ne kıldı uqturdu. Anlamadıkken iman neyken iman emel, söz ve emelden ibaret olup emelniki yüzü imanın içi pelnin yüzü imanın içi kirip mene bu ziyade çünkü içi kirgenlik ziyade oldu emelin yüzü. Mene kığa adam bilen madem namazı okudu 5 vakit, madem zakat verdi, madem roza tuttu, madem yaxşı işini kıldı. Yeni madem çoğu o adam yalgan gap kıldı, anı kıldı, manı kıldı desek o kamup kaldı. O otomatik halde ziyade emelin içi kirgen vakti yüzü ziyade çok bolu dendi. Yani demek muş ayet kasasen İmam Bukhari rahmetullahi aleyh men imanlıki emel ikkenligi sözünden birlikte men bu ziyade ve kemilgalığını çoğu ispatladı. Hem de yine Peygamberimiz yani vel hubbu fillah vel buğsu fillah minel iman diyen bir eser var. Bunu bir yerde ne oldu onu keltirdi. Yani Allah yolunda Allah'ını dep ne kılış birbirini yaxşı görüş ve Allah'ını dep birbirini neme kadar düşman görüş. Bu nemeden dur? İmandan dur dedi. İmanın bir kısmı dedi. Anda o anken imanın bir kısmı o anken bu sözü asasen ya eserge asasen bu seleflerin sözü asasen ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsi bakarsan bunu asasen yani demek iman ne bolurken emel olurken. Yani yaxşı görüş, yaman görüşte ibaret olan bir neme o kalbi kişi iş. Bu işteki yüzü bir emel. Emel olan için imandaki terkibinin işine bakıldığı kirdi deylendi. Ve yazdı Ömer ibn Abdülaziz diyen mene Hulufa Hamisen 5. halife deb atıldı. Ömer ibn Abdülaziz'deki nemesi. Men bu adam tarihi Hicriyindeki 99. yılın muş etrafında padişah yani halife olup bu 2 yarım yıl yani 2 yıl 5 ay etrafında halife olgan. Men bu adam halife olganlıkı onunki aldıda şundaq cık zulümler olgan. Şu zulümlarni bulup ana cık adamni öldürüp atkan selef ölümalarının içinden her xil hata işler çok bolgan deyim. Men şu zatniki özü şu halife oldu, halife olganlıkın her zalim zulüm kılgan kişilerin zulümünü hemmini ep berip onu yok kılıp hatta kişirip kim evağım olsa dağını dep muşunda kılış arkında adalet şekilde bir hakimiyeti tutkan bir adam. Bunu şuna bazı alimlerimiz yani halifenin gözü 4 tane Hulufa Raşid ama bazı alimler Hulufa Raşid'in 5 dep Ömer ibn Abdülaziz'ni ne oldu bu yerden sanaydı. Ömer ibn Abdülaziz'ninki zaman nemeniki üzün aynı zamanda bu adam tabiinin katarıdır. Tabiinin katarda olup bu adam bir qancha sahabenin yüzünü görüp söhbet etçi bolgan. Bu katta bir alim aynı zamanda üzüde. Onda o anki İmam Bukhari bu adamın gepini delik getirip şuna dedi ki Mine yazdı Ömer ibn Abdülaziz Edi diyen adamga özünki valisi şeydi bir yerdeki bir muhim bir adam iken şunu xat yazıp şuna dedi ki cezmen iman üçün badur
faraiz var, şeriatlar var, hadlar var, sünnetler var dedi. Yani muşu Adem muştak dedi. Yani imanın gözü biz degende kaldak demedi. İmanın yani Allah Teala farz kılan bir milyonçe nemeler var, farz kılan emeller var. Yani namaz, zakat, hac. Ve onun başka şeriat var. Yani yol koygan dini taraftan imam yol koyulgan bir yol varken akideler var. Yani manı işinin Allah'ın bir bari işinin manı altıda onun başka manı işinin Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'ın sahih olan nas işinin degen muştak nasço var. Şunu da hudud. Yani hadlar var imanın mı? Yani imanın ki hadleri var ki yani Allah Teala toskan. İslam şeriatimiz toskan. Haram kılan nasço var. Ve şunu da sünnetler var imanın ki üzümün. Yani sünnetke yani onu kısız yaxşı olup çakırılgan, kızık durulgan nemeler var, emel var dep. Meni ömrümde Abdülaziz'de kattı mujtehid hem alim hem halife dep qaralgan adamniki üzü. Men muş gapni adibin diye adamga hadis depti. Degandeki yani demek imanniki muşundaq nemesi olur ekan, amalchi iborat bo'lgan narsa bo'ladi ekan deydi. Yine dep Ömer bin Abdülaziz yüzündeki gepini davamlaştırıp bir adamiki kamil kısa bu adam şu imanniki şu emellerini kamil kısa. Aş periz, mene itiqad, aşu haram narsa qilmay, mene musab bo'lgan, sünnet bo'lgan narsa kamil, mukammel qilib ashtaqan bo'lsa, u charning o'zida bu adam iymonni kamil to'liq qiladi, kamalat yetkazadi deb shundoq dedi. O bir adamiki onu kamil qilolmabdi. Yani bazı kılamagan bolsa imanını kamil mükemmel çok kılmagan bolur bu adam dedi. Yani kemip geldi o diyen çok oldu. Eğer deydi Ömer bin Abdülaziz. Eğer men hayat küçülüp kalsam, men aşa ya işo, ayşeten ayşen diyen turmuş küçülüp kalsam yani hayat küçülüp kalsam diyen gep. Eğer bu ecver bununki ayş diyenliki sakin oluşu in diyenliki sebebidir. Eğer men turmuş küçüp kalsam, yani Karaganda'nın ömrünün ahir degan gap o'shaydi. Eğer men turmuş küçülüp kalsam, cazmemen bayan kılım men bu emellerini sil üçün bayan qilib beraman. İman degan mama oldu deb onun için bayan qilib beraman birlab. Hatta ki sizlar amel qilsiz bu nimaga amellarga. Men aşı deyilgan farz, vacib, sünnet, men şeriat ve onun hudud degan narsaki o'zini men kamil bayon qilib bersam, sen uni amal çok qilsan. Agar mening hayotim buniki men turmushda, ya'ni ki hayot ko'chirib qolsam, uçanınki o'zidan nima qilaman, uçanın o'zidan men sizga buning uchun deb beraman, debdikin. Va agar o'lib ketsa, endi bu yerda hozir men kasal bo'lib o'lib ketgan odam bu 2 yil 5 oy turib, shu Shamninki bir yerida aşağı gidip bir yerde o'sha kasal o'lib qoldi. Men aşağı ölüp kalsan, pes ememes seninki söhbetini qayersimas. Men öldüm tügidi, qalgan işin özüne kaldı. Dep, men Ömer bin Abdülaziz'dek adam muştat deptiken, anda o andiken cezmen iman emel oldu. Emel iman boludu. Dep muştat şu deydi İmam Bukhari. Ve ne dedi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam? Velakin liyetme inne kalbi dedi. Velikin mene resmi emin tapsın meni kalbim dedi. Mene Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'daki şu vakanı ne bakıp İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'ga Allah muşu nesniki üzerine bir müştak öldürüp tirilip közetken bolsala deydi. Degandikin evvelen to'men sen bunu işelmemsen dege ay işlemen velikin meni ko'zim ko'rish orqali buniki o'zi meniki ko'rish orqali meni qalbim resmi emin tapsın. Mutmain olsun ki resmi rahat olsun. Men muşun için talep batime dedi. Anda o ki bu yerde İbrahim Aleyhisselam imanı var. Yani imanı var. İman batılığın Allah Teala'nın aşın canlıklarının üzerine öldürüp kaydı tirildiriş vakasındaki üzerine köşüşünün üzerinde bu emel. Emel oğanı ki bunu İbrahim Aleyhisselam soraptı. Anda oğanı ki imanın üzerine bulurken emel şu bulurken deydi İmam Bukhari. Ve dedi Muaz bin Cebel radıyallahu ta'ala anhu olduğun sen biz bilen. Yani bizimki bir adım muhakkak Karaganda Muaz bin Cebel radıyallahu ta'ala anhu sahabının içindeki en katta alimlarındaki Katar'dan 30 neçe yaş kirip bu adam ülk edildi. Bu Ensar'daki Katar'da Hazreç kabilesidir. Bu adam
şuna deptiken. Oltuğusa biz bilen birli oltu. Nu'min saaten deptiken. Bir saat mümin bolu olaylı. Bir saat iman eti olaylı deptiken. Yani degan yani her bir adam demek bir işni kısa yani şu işni iman bolu diken. Şu işni kısa iman ziyade olur diken. İman ne duvadı? Muazim Cebel duvadı. Ve dedi İbn Mesud radıyallahu ta'ala anhu el yemin el imanu kulluhu dedi. İman degen nima dese? İman degen ne? Yakın degen nima olsa yakın degen yüz bo'lgan narsa nima bo'ladi? Yaqin bo'ladi. Rasmiz yüz ishonch bo'lgan narsaning o'zi yaqin deydi arabchada. Uniki tövni bo'lgan sal 199% iman deydi. Uniki tövni bo'lgani 60% bu shak deydamdi. Ya'ni guman deydi. Ammo unidan yani 50% o'xshash bo'lib qolgan shak deydi. Shak qilib qoldi degan gap, ya omidim, ma'mud degan gap. Buni men gumon qilmadigini, ya'ni maniki bo'lish tarafini men 60% men ma'qul deb ishonaman, ammo 40% ishonamayman degan gap bo'ladi. Uniki 190%, 99% atrofda bo'lgani, rasul barka ishondim, iymon etdim degan gap shu bo'ladi. Yaqin degan aynan ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan anglab, hissiy dunyoniki o'zida moddiy dunyoni ko'rgandek, anshunday ishonishniki o'zida bu yaqin bo'ladi. Unda bo'ladikin İbn Mesud radıyallahu ta'ala anh'ımız katta bir sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetini kılan müştehid sahabiniki katarıdır. Yani bu iman degen nima olsa nima yakın degen imanın hemmisi şu yakın oludu dedi. Yakının yüzü nimeti yani en yukarı derece çıkan bir emelti. Anda o anken bu emelin yüzü iman çok depto. Anda o anken bu ne bolurken iman başka, yakın başka olan boğandikin, bu şey yakından ibaret olan bu emelin yüzünün imanın içi çok kirgizipti. Deylemdi. O dedi İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu yetamaydı bir benden takvanınki hakikatiga. Yani imanın hakikatiga. Hatta ki terk etkay o benden. Anda bir nerse ki men mütereddit oldu o nerse köksüden. Yani o nerseden onu halal, haram, dürüst ekanligini meni resmi mütereddit bo'lib qolgan bo'lsa, men mush narsa qilmay tark etmoqchilik bu odam taqvoniki eng yuqorisiga nima qila olmaydi, meni haqiqatga yeta olmaydi dedi. Unda o'zikin men mütereddit bo'lgan narsaga o'zi tark etishligi o'zi bir odam ko'zma halalmidi, harommidi, yo durustmi, durust emas deb men ashunda qilishligi o'zi nima bir amal, qalbning nimasi bu? Amali. Amal bo'lgandan shu amalni tark etish amal bo'lgandan men buni tark etsa, ya'ni bu amalni qilmasa men iymonniki haqiqati yetadi degandan ya'ni demak iymonniki o'zi shuning uchun tark etish bu amalni nima qilish harom narsa tark etish shak narsani tark etish bo'lgani bu amal bo'lgandan ya'ni demak qilmaslikdan iborat bo'lgan narsaning o'zi bu amal bo'lgandan iymonning ichiga nima qildi ekan kirgan bu amal iymon deydi ekanmiz deydi Imom Buxoriy. Va dedi Mujohid mana en katta şu tabiiniki qatardan İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'niki şahitler qatardan. Men Mujohid shunday dedi. Shara'a lakum min ad-dini ma wassabikum degan. Men mushu oyatda dedi. Yani meşrulaştırdı Allah Teala siz için andaq bir vasiyat qildi. Ma wassabikum sizga vasiyat qilgan narsani debdi mushu oyatning o'zida. Buning ma'nosi nima bo'lsa, yani avsaylarkan vasiyat qildik biz sana ya Muhammad va Nuhni bir dinni vasiyat qildik dedi. Anda o'g'andiki bir dinni vasiyat qilgan ekan, shu bir dinning o'zi nima? Iymon. Iymon bo'lgandiki dinning ichi bütün amallarning hammasi dinda bo'ladi. İslam dini ise İslam dini bütün amallarning umumi murakkabi bu iymon, İslam bo'ladi. Anda o'g'andi bu yerda bir din degandan ya'ni demak buning hammasi iymon bo'ladi. Iymon bo'lgandiki shu amallarniki hammasi bu yerda nima qilgan gap? Mana shu iymonning degan ishi çok kirdi degan gap deydi. Ve dedi İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhuma şir'aten ve minhacan dedi. Şeriaten ve minhacan yani şeriat ve prensip cihatte degan mush so'ri boidiki men aşı oyatning o'zidan yani sabilan ve sünneten dedi. Yani bu yani nima degan gap? Şeriat degan yo'l ve sünnet dedi. Minhajin sünneti prensip. Anda o'lki mushni sizga nima qildi? Yo'l qildi degandan yani İslam din men mush amallarning hammasini men yo'l va sunnat debdi. Unda o'g'anlik bu iymon bo'ldi. Iymon nima bo'ldi ekan? Amal bo'ldi ekan deydi. Yana duokum degan iymonikum degan gap. Qur'ondagi Allah Taola'ningki so'zining jamini
Sizniki duoyinglar degan gap sizning iymoninglar deymiz. Duomi bir nima u? Amal. Duo qilishim bir amal bo'lgandan keyin u chog'ingizda bu amalniki o'zi iymonning qismining ishi bo'lib, iymon o'zi bo'ladi. Ya'ni amalmi iymonning ishiga kirdi yani. Nimishqa Alloh taolaning so'zining jatidiki Qul ma ya'ba'u bikum robbi va laula duaukum dedi. Desang muhammad etsan, parvo qilmaydi men Robbim sizga hech qanday parvo qilmaydi. Agar sizniki duoyingiz bo'lmasa degani nima degan gap yani? Ya'ni sizniki iymoningiz bo'lmagan bo'lsa, sizga Alloh taolo hech qanday parvo qilmaydi. Parvo qilmaysiz, o'lamsiz, tirlamsiz, azob ichida qolamsiz, hech qanday bo'lmaydi dedi. Degandikin mushada sizniki duoyingiz bo'lmasa degan gapning o'zi bu yerda iymon. Ya'ni iymonniki ichiga duo kirdi. Bu duoniki o'zini mana nima dedi Alloh taolo? Mana nima dedi bu iymonning o'zi duo dedi. Duo deganki ya'ni demak duoning o'zi iymonning ichiga kirdi degan gap bo'ladi deydi. Yana İmam Buxoriy dediki, duoniki ma'nosi lug'atda iymondir. Lug'atda iymondir. Duo qilgan gap qildi, kichi degan gap, kichi degandagi asl lug'at ma'nosiniki o'zida iymon etdi degan gap. Unda o'niki bir odam Alloh duo qilgan o'zi, men Allohga ishilib qolgan bo'lgandan ya'ni demak u iymonniki bir pasiyan iymon bo'ladi bu dedi. Ya'ni demak men mushu Oyshaning mashakkagish bo'lgan oyat va salaflarniki gap so'zni keltirish orqali sahobilniki degan mush gap so'zni orqali keltirishda iymon degan so'z bilan amaldan iborat. Shunda ikkinchi qism ziyoda bo'ladi va kemaydi degan mushuni nima qilmoqchi, kuchlantirmoqchi. Ya'ni mush gapning o'zi to'g'ri deb men İmam Buxoriy muhaddis olim bo'lgan ekan, muhaddis olimlarniki nimasi imomul muhaddisin. Unda o'niki biz mushtaqchi ko'z qarayman deydi. Meni mushu ko'z qarashga asosan, meni İmam Buxoriyniki bu ko'z qarashi asosan şu an iymonniki o'zi so'z bilan amaldan iborat bo'lgan narsa bu bo'ldi. Bo'ldi. Endi buni qaragan vaqt buni qarab anadikin buni İmam Buxoriyning magibini pek nima qilib bo'lmas, shuni anadikin İmanın gözü, əməlin gözü iman bolğandan bu iman, bu əməl qılmayan kafir oldu deb. Məni hər xil müşundaq bunu suistimal qılıb müşundaq çox qaldı. Əslində imanın zadı əməlniki özü, imanınki bir qism bolışı zadı iman bolğan gəpniki özü desə, zadı iman deyən gəpnin özü şu bir adamniki bir əməlni qilishi taqozolı, təbii bir əhval. Bunu heç qanday bir adamni qılamaydı. Uçağınızda iman etib qoydum deb bu əməldə xali olğan bolsa, uçağınızda nima bo'ladi? Fantazi. Fantaziya bo'ladi. Xiyol, banginin xiyol bo'lib qoladi. Bu banginin xiyoli bilan uçağınızda imanın o'ttirib farq yo'qib qoladi. Shuning uchun Hasan Basri rahmatullohi alayh iymon degan nima degan? Iymon degan ma waqara fil qalbi va saddaqahu al-amal. Iymon men bu gapning beshidan iymon orzu qiladigan ko'nglida bu xiyol qilib iymonda xiyol qiladigan shunda tashqi shaklda shu yaxshi kishilarning kiyimni kiyib olishi orqali shu qilish orqali bo'ladigan narsa shu emas iymon degan. Iymon degan iymon mana qalbida o'rin olgan, makon tutgan va uni u odamniki amaliyati qilig'i isbotlagan, tasdiq solgan bo'lsa, ondaki biz buni deymiz, uni iymon deymiz degan. Asli iymonning asli tabiati bu. Mana buni qarab shu payg'ambar alayhissalomniki nimasi bu iymonning o'zini ikki xil narsa ishlatadi. Hadisda bu orqali javob bo'ladi. Bu yerda payg'ambar ba'zi hadislarning o'zida iymonni noyatchin nima qildi? Iymonniki o'zini deyishsa, iymon bo'lgandiki bu odam dunyo va oxirat qutulish e'tibori bilan shu e'tibor bilan lekin bu adam rasmiy 100 mo'min bo'lishi kerak. Harom narsa qattiq qilmasa, ma dunyodan qutuldi, u dunyodan qutuldi degan gap. Bu nijot iymon. Bu bir tarbiya asos qilib shunga yedisa, mana sen mushtaq qilsan, men jannat kirsan, ashta deyishniki sababi shu. Yeni bir iymon bor, ishlatish nimasida, u iymonning o'zi ma dunyoda qutuldigan, ammo u dunyoda qutulmaydigan. Chunki ma dunyoda islom hokimiyati qutuldi. Ya'ni u qavm mana kimiki namoz o'qisa, zakotni bersa, mendan ular o'znikini la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa, o'zniki melini qilib qoldi, qutuldirib qoldi. Cenini qutuldirib qoldi, biz uni o'ltirmaymiz deb qilmaymiz. Ammo buni hisoboti Alloh berdi. Degan mazmundagi nimalar bor? Men oyatda cho'pa. Men mushuk to'g'ri tushunib bo'shtaq qilsa, payg'ambar ham gap qilgan vaqt o'zida, ayni zamon o'zida dunyodagi moddiy dunyodagi kishilarning ahvolini ko'rsatib, yana birisi oxiratdagi ahvollarni ko'rsatib ashtanim qilgan gap. Meni iymon usti to'xtatib bo'shtaq gap qildi. Meni
Ba'zi vaqt o'zida iymon va dunyolik va oxirat gapni hammani ko'z tutib, shunga men nijot iymon deb buning ustiga gap qiladi. Ya'ni ba'zi tarafdan yana payg'ambar savol javob ishta qavvat o'zida men mushu ahiret yani muşu dünyaya itibar İslam hakimiyeti yaşa, İslam ve maddi dünyada yaşa. Men yaşaganlık itibarıyla bu hakimiyetteki tutuşu ve soluşudur. Men bunun da kurtuluş itibarıyla bunun kurtulup kettiği itibarıyla onun ki bu doğruluk ne buldu Peygamber gap kıldı. Gap kıldı ki şu an namaz oku zakat varsa meniki yüzündeki kelim melini saklap kalıp bu Müslüman dep muamele kılmış öldürüşkü bulmaydı. Kandak öldürürsen diyen tek benim mezmunluk edizleri çoğu muşu. Men muşu derken biz doğru düşürüp alsak onun ki doğru bir şekilde mukam bulmayız. Düşengen çok bolmaz. Bolmaz şu ilişip kalan gibi. Yine mene muşu edilse muşunda düşenç boğanlığı için asli imanlık asli nicatlık iman asli muhtezası muşu. İman Bukhari degende. Yani dünya ve ahirette bu adamın resmi mene Allah'ın rahmetinden cennetke ekirişniki nicat epkeldiğen, payda epkeldiğen mene muşunda har zebun bombaydiğen ma dünyanın üzüdümü özündeki müstakil devleti buluğan özü mene müstakil devlet buluşu arka mene hatırcam bayaşat Hatircan, obdan yaşaydigan adatı eklişlik birden biri şu adamniki taqaza qatqan narsa İslam dininin iman. Men muşundaq iman, amalning o'zi iman kirish. Men mushu bo'lsa ani amal qiladi. Bu İmam Buxoriy degan zodi. Bu ama yeni bir iman bor. Bu imanning o'zi men hozir deganimizdek, men ashda bo'lmasam o'chaq kamtik iman. Kemtik iman bo'lgandan keyin o'chan o'zida bu imonning o'zi ma dunyoda oqadigan gap. Men musulmon deb qo'ydi, namoz o'qib, ya yaxshi gapni qo'ydi, la ilaha illalloh deb qo'ydi. Biz buni qarab, bu musulmon ekan deb hukm qilamiz. Bu yerda bu dunyoda qutuladi. Men bu e'tibordan uni deymiz, uni musulmon deymiz. Musulmon degandan keyin men Imom Buxoriyning ko'z tutgan muhaddis olimlarniki u. Endi ma fuqadayli yoki başka mutakallimin ya felsefe, İslam felsefe alimlerin deydi. Bununki köz tutvatkan ya murciye deydi o de. Buna yani haka Üzbek yenimi de. Endi muşniki nemi kane? Hakiki yani imanniki ma asli noktası qarığa vakti üzüden emelniki kirmaydı kalan bunun için nemi kıldıgan gap. Bunu oturucu koyduğun gap. Benim muşundak kitaplardan bir kendi dairde tek bizdeki bu diyen gepimizin üzüm tehi %2-3% değildi. Bu bir kanç kitap bulup ölmeli gibi. Emmisi çoğulap bu yer okşaş bir nemi deydi. Emmisi qarıp aldırmay. Mene kendi daire yaşavatkan. Fakat müstemlik bulmagan, özünük tili olgan, özünük padişahı olgan, devleti olgan bir xalqning ichidagi deyilayotgan olimning gapi bilan bizdek mustamlik qilayotgan yeni kafir ashaddiy kafir mustamlik davomli tarix bo'lgan mushundaq mustamlik tug'an aron ketib qolgan bir millatga deyilgan ichida turib olim bo'lgan odamning gapi o'xshamaydi. Shunga bu yerda bu gapni bir-biriga aralashtirishga bo'lmaydigan gap. Ana bu to'g'ri nima qilsak, o'chanimizda bu yerda o'ttirda jiq ixtilofni chiqib, o'chanimizdan voy amurtat, mamadat degan ish bo'lmaydi. Asl nijotlik iymon zodi muhaddis olimlarning Imom Buxoriyniki qo'ygani bu. Buni hech qanday buni ixtilof qilishmaydi. Bu yerda ixtilofniki deyishniki o'zi o'lim olimiz ixtilof lafzi deydi, ya'ni so'zi ixtilof. Ammo uning ko'ngli hammasi birti deydi. Yani bir deydi. O'qib olamay. Mesela alim mandaq debdi, kitobni qarab mandaq debdi deb. Yani bir adam bir mazmunni umumini tushunib, uni bir lafzini qo'yib, uni kaydirib diye deb uni qilishda andin shu ma'niniki o'zi yalaq deyilgan lafzining o'zi umumisiga yana vafo qilmay, ondan keyin u to'g'ri bo'lgan bo'lsa, niyati a gapning o'zi kitob yozgan ya degan vaqtda vafo qilmay, ondan keyin ko'rgan kitobini yoki anlagan odamning o'zi gapini xato tushunib qolgan gap. Bu yerda hammamiz nima deymiz? Hammamiz to'g'rini topaman deb ijtihod va tirishayotgan olimlar. Meni ba'zi tarafdan gapda ashta xato ketadigan yeri bor. Xato ketib qolgan ya bo'lsa bu mustahkam deb istivoman. Biz uni mandaq o'xshaydi, mandaq bo'lsa mandaq deb kessak o'chan o'zida bizdimi? Mana insoflikdan iborat bo'lgan, ahli ilmidan iborat bo'lgan, ilmiy bir insonga loyiq bo'lgan bir axloqchi vujud chiqadi. Bu biz bir gapni tutib voy andaqqa mandaq desak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Biz endi mushni asosan o'shani qilamiz bunga. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.